Puraviy təşkilatlardan bolğan muhafizatçılarni qoğdaş təşkilatı uzun məzgillik tekshirishdan keyin 2022 yılı sentyabr ayida Xitoy hukumatining chet ellardagi 110 saqchi punkti hamda ularning Xitoy hukumati ijro qilayotgan chegara halqan bostirishlarni ishga oshirishdagi roli sharhlangan dokladni e'lon qilgan. 7 noyabr qadar Amerika, Angliya, Germaniya, Kanada, Avstriya, Italiya, Irlandiya qatorliq 14 davlat o'zlarining bu masalani tekshirayotganligini bildirgan. Mazkur tashkilotning tor betida 7 noyabr kuni e'lon qilingan bu vaqtdagi bayonotda ko'rsatilishicha, bu saqchi punktlari Xitoy jamoat xavfsizlik tarmoqlari va birlik sap bo'limlarining zich hamkorligida borliqqa kelgan bo'lib, ularning asosiy vazifasi chet ellarda Xitoy hukumatiga qarshi o'tirib chiqqan faoliyatlarni ujuqtirish. Shuningdek, chet ellardagi Xitoy fuqarosi bo'lgan kishilarni qonunsiz yo'sinda Xitoyga o'tkazib berish xizmatiga moslashish ekan. Muhofizatchilarni qo'g'dash tashkilotining bu doklati e'lon qilingandan keyin har qaysi davlatlar orqa-orqadan harakatga o'tgan hamda o'zlarining xavri bo'lmagan ahvolda qurilgan bu muassasalarning faoliyatlarini tekshirishga boshlagan. Ammo bu xil saqchi punktlar qurilgan bir qism davlatlar, bo'libmi Xitoy bilan qo'yiq iqtisodiy aloqasi bo'lgan davlatlar bu vaqtda inkos bildirishni rad qilgan. Valkotsi gazeti xabardor kishilarning so'zini naql keltirib, Xi Jinping yil oxirida Saudiya Arabistonini ziyorat qilishni planlaganligini, munosabatli hukumat amaldorlarining Xi Jinping bilan Saudiya Arabiston taxt varisi Shahzoda Muhammad bin Salman ko'rishgandan keyingi tafsilotlarni mukammallashtirayotganligini bildirgan. Xabarlarga qaraganda, bu ziyorat vaqtincha dekabr oyining 2-haftasiga, ya'ni Saudiya Arabiston bilan Amerikaning munosabati jiddiy mazgilda o'rinlashtirilgan bo'lib, xalqaro Xitoy bilan Saudiya Arabiston o'rtasidagi o'zaro ta'siri va o'zgarishlarga ahamiyat bermoqda ekan. Xitoyning bu ziyorati Xitoyning O'rta Sharqdagi kengayotgan ta'siri gavdalantirilib, Xitoy hukumatining o'zaro ishonchini uzluksiz mustahkamlash, Saudiya Arabiston bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirish va Xitoy bilan Saudiya Arabistonning texnik keng taraqqiyot strategik sheriklik munosabatini ilgari surish irodasini bildirdi ekan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning Saudiya Arabiston bilan bo'lgan iqtisodiy va savdo munosabati cho'nqurlashgan bo'lib, buning ichida Xitoyning Saudiya Arabiston Aramco'ga pay qo'shadiganligini, qo'ral setish orqali ikki davlat o'rtasidagi harbiy munosabatning quyuq ekanligini ilgari surgan. Yaqindan Xitoy bilan Saudiya Arabiston ikki davlat munosabati yaqin bo'lib, ikki taraf Xitoyning Saudiya Arabiston Aramco'dagi payini muzokara qilishgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy xalq pulining qarallik mol to'xtamini neft shirkatining baho indisi kirgizish, hatto Saudiya Arabistonning bir qism neft setish sommasining xalq puliga sundirilishi mumkin ekan. 1990 yılı Xitoy bilan Saudiya Arabiston rasmiy diplomatik munosabat o'rnatgan bo'lib, ikki taraflik almashtirish asosli neft bilan cheklanib, Saudiya Arabiston Xitoyning eng chong xom neft bilan ta'minlaguvchisi. Xitoy Saudiya Arabistonning eng chong xaridori bo'lib, Saudiya Arabistonning 4dan 1 qism nefti Xitoyga setildi ekan. Xitoy virus yuqumi sababidan 2 yil to'xtatilgan Beijing marafonchi yugurish musobaqasi bir necha kun ilgari qaytadan boshlanib, 20 mingdan ortiq kishi Tiananmen maydoniga yig'ilib yugurgan. Ba'zi tahlilchilar Xitoyning bu harakati xalqaro jamiyatni aldash va o'zini oqlab tinchlikni bildirish ekan. Bu Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasidan keyin Xitoyning sohibxonlik qilgan tunji cho'ng tanarkat musobaqasi ekan. Xitoyning hamma joylarida yanada intayin ig'ir Xitoy virus yuqumliq kontrol ostida turilayotgan mezgilda 20 mingdan ortiq odamning Tiananmen maydoniga yig'ilishi ommaning tanqidiga uchragan. Xitoyning har qaysi joylarida kishilar maska taqmasa yoki Xitoyning yuqumning oldini olish siyosatiga xiloflik qilsa qattiq jazolangan, tayoq yegan, hatto qo'lga ilingan. 25 yoshli turk qiz Rumaysa dunyodagi eng egiz ayol bo'lib, Amerikaga o'qishga berish uchun qiyinchilikqa uchragan. Jismoniy sabablar tufaylidan u aeroplanga o'ngishli chiqa olmagan. Bu sababdan Turkiya aviatsiya shirkati 6 o'rindiqni elib o'tib, alayda so'zg'ich yasagan. Rumaysa Guinness dunyo rekordi e'tirof qilgan eng egiz ayol bo'lib, uning bo'y egizligi 2 metr 15 santimetr keladi ekan. U balaliq davrdan boshlab kam uchraydigan irsiyat to'qimchilik universal kasalligiga giribtor bo'lgan ekan. Shun uning bo'yi shiddat bilan o'sgan. Uzun o'tmay ota-onasidan eshib ketgan, ammo u normal erkin mangolmaydi ekan. Sirtqa chiqqanda boshqalarning yordam bilan chaqliq o'rindiqda o'tirib yoki mashinada yetib manziliga bordi ekan. Bu yil sentyabr oyida Rumaysa Amerika San Fransisko yumshoq detal texnikasini o'rganish uchun 6 oylik kursda o'qishni planlagan. Uning bo'y egizligi va salomatlik sababidan aeroplanda normal o'tirish mumkin bo'lmaganlikdan Turkiya aviatsiya shirkati uning o'qish orzusini amalga oshirishga yordam qilishni qaror qilib, aeroplandagi 6 o'rindiqni chiqarib, alayda so'zg'ichni xoslashtirgan. 13 soatlik uchish jarayonida u xizmatchilarning yordamida harakatlanadi ekan.
2014-yili Rumeysa 18 yosh vaqtida Guinness Dunyo rekord tarafidan dunyodagi eng egiz o'smir qiz deb e'tirof qilingan. O'tgan yili u yana dunyodagi eng egiz ayol deb e'tirof qilingan. Bu yil beshida u 11 sm uzunlikdagi barmoqi va 59,9 sm dumbi egizligi bilan yana ikkinchi Guinness Dunyo rekordini buzib tashlagan ekan.